Beruniy tumani 50 umumiy o'rta ta'lim maktabida maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2025-yil 25 avgustdagi 308 sonli buyrug'i ijrosini ta'minlash, shuningdek, o'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlarga sadoqat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish maqsadida kelajak soati darslari tashkil etildi. Mazkur darslar doirasida millitarbiya.uz saytidan yuklab olingan video kontentlar namoyish etilib, o'quvchilarga milliy tarbiya, vatanga muhabbat va fidoyilik g'oyalari singdirildi. O'tkazilgan kelajak soati mashg'uloti 14-yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlanib, kelajakni mardlar, tarixni g'oliblar yaratadi mavzusida o'tkazildi. Dars jarayonida 4-A sinf rahbari Muqaddas Yo'ldasheva hamda 4-B sinf rahbari Nodira O'razbayeva, 7-A sinf rahbari Gulasal Karimbayeva mashg'ulotlarni mazmunli tashkil etib, o'quvchilarga vatan tarixini bilish, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, vatan oldidagi burchni anglash, ajdodlarimiz hamda bugungi himoyachilarning fidoyiligini qadrlash haqida atroflicha tushunchalar berdilar. Shuningdek, kelajak soati darsida Afg'oniston urushi qatnashchisi Alisher Vafayev hamda chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik rahbari Ro'zimboy Abdullayev ishtirok etdi. Alisher Vafayev o'quvchilar bilan samimiy suhbat o'tkazib, tinchlikning qadriga yetish, vatan ravnaqi yo'lida munosib farzand bo'lib ulg'ayish muhimligi haqida o'z hayotiy tajribalaridan misollar keltirdi. Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 50 umumiy o'rta ta'lim maktabida maktabgacha maktab ta'lim vazirining 2025-yil 25 avgustdagi 308 sonli buyrug'i asosida har dushanba kuni kelajak soat darslari tashkil qilindi. Darslar Milliy tarbiya.uz sayti orqali yuklab olinib, o'quvchilarga namoyish qilinmoqda. Bugungi darsimiz Vatan himoyachilar kuniga bag'ishlab o'tkazildi. Dars davomida o'quvchilarga vatanga bo'lgan muhabbat, sadoqat ruhida shakllanish bo'yicha tushunchalar berib o'tildi. Mazkur darslar o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash, milliy o'zlikni anglash va kelajak oldidagi mas'uliyatni his etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Beruniyning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi shu yerda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.